Bunday issiqda bizga hatto suv ham yordam bera olmaydi. Bunday havoda, dengiz bo'yida, plyajda dam olishni kim ham xohlamaydi deysiz? Ayniqsa u Halong Bayda bo'lsa. Bu joy Vyetnamning eng mashhur joylaridan biri bo'lib, u ko'rkam tosh orollari va ko'rkam dengiz manzaralari bilan mashhur. Kruiz turlarida qatnashish va suv sportlari bilan shug'ullanish uchun ideal joy. Ha do'stlar, bu issiqda ozgina soqqin havoni his qilgan bo'lsangiz, endi dengizga emas, darsga qaytamiz. Bugun biz Vyetnam tilida ob-havo mavzusini o'rganamiz. Agar daftar va ruchkalaringizni olgan bo'lsangiz, keling, birinchi yangi so'zlarimizni ko'rib o'rganib chiqamiz. Bizning yangi so'zlari yomg'ir so'zidan boshlanadi. Yomg'ir so'zi Vyetnam tilida mưa. Mưa. Keyingi so'zimiz quyoshli. Quyoshli Vyetnam tilida nang. Nang. Keyingi so'zimiz bu z. Shamolli degan ma'noni bildiradi. Z. Keyingi so'zimiz bao. Bao. Bo'ron. Lang. Lang. Sovuq. Non. Non. Issiq. Nyo'miy. Bulutli. Nyo'miy. Bulutli. Vyetnam ob-havosi tropik iqlimga ega. Mamlakatning turli hududlariga qarab iqlimlar farqlanadi. Vyetnamda 3 ta asosiy iqlim zonasi mavjud. Shimoliy, markaziy hamda janubiy. Shimoliy Vyetnamdan boshlaydigan bo'lsak, Shimoliy Vyetnam yil davomida 4 mavsumni boshdan kechiradi. Bular bahor, yoz, kuz hamda qish. Bahori iliq va salqin. Gul va daraxtlar gullaydi. Yozi juda ham issiq va nam. Asosan harorat 30-35 daraja bo'ladi. Kuzi havo salqinlashadi va tez-tez yomg'ir yog'adi. Vyetnamda sayohat uchun eng ideal vaqtni kuz deb olsak ham bo'ladi. Qishi biroz salqin hamda quruq. Asosan harorat 10-15 darajada bo'ladi. Ba'zan hatto 0 darajagacha tushib ketishi mumkin. Markaziy Vyetnam. Markaziy Vyetnam yil davomida 2 mavsumni boshdan kechiradi. Birinchi mavsum quruq, ikkinchi mavsum yomg'irli mavsum. Markaziy Vyetnamning quruq mavsumi mart oyidan sentyabr oyigacha, yomg'irli mavsumi esa oktyabr oyidan fevral oyigacha davom etadi. Quruq mavsum asosan quruq hamda nam bo'ladi. Harorat asosan 25 hamda 35 daraja oralig'ida bo'ladi. Yomg'irli mavsumda tez-tez yomg'irlar yog'ishi, sel kelishi kuzatiladi. Asosan noyabr hamda oktyabr oylarida bo'ladi. Janubiy Vyetnam. Janubiy Vyetnam ham yil davomida 2 mavsumni boshdan o'tkazadi. Quruq mavsum hamda yomg'irli mavsum. Markaziy Vyetnamdan farqli ravishda Janubiy Vyetnamda quruq mavsum may oyidan oktyabr oyigacha, yomg'irli mavsum esa fevral oyidan may oyigacha davom etadi. Vyetnamga sayohat qilish uchun eng yaxshi vaqt quruq mavsumga to'g'ri keladi. Ayniqsa markaziy hamda janubiy Vyetnamda. Shimoliy Vyetnamda esa kuz eng yaxshi sayohat mavsumi hisoblanadi. Quruq mavsum. Havosi quruq va nam, juda ham issiq. Havo harorati 35 gradusgacha ko'tariladi. Yomg'irli mavsumda sel kelishi, bo'ronlar kuzatilishi mumkin. Endi sizlar bilan ob-havo mavzusida gaplar tuzishni o'rganamiz. Ob-havo mavzusiga misollarga gaplar tuzishni o'rganamiz. Birinchi misolimiz shamolli. Hôm nay trời z. Hôm nay trời z. Bugun shamolli. Ya'ni bugun havo shamolli degan ma'noda keladi. Quyoshli. Hôm nay trời nắng. Hôm nay trời nắng. Bugun havo quyoshli. Keyingi misolimiz yomg'ir. Hôm nay trời
m. Homnaychi m. Bugun havo yomg'irli. Bao bo'ron. Homnaychi bao. Homnaychi bao. Bugun havo bo'ronli. Homnaychi lang. Homnaychi lang. Bugun havo sovuq. Homnaychi nong. Homnaychi nong. Bugun havo issiq. Homnaychi ko nyomay. Homnaychi ko nyomay. Bugun havo bulutli. Bugun bulutli ob-havo bo'ldi degan ma'noda. Misollarni ko'rib, mustahkamlab chiqdik. Bugungi ob-havoga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu darsimiz siz uchun tushunarli hamda foydali dars bo'ldi. Agar oldingi darslarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, playlistimizdan ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi darslargacha ko'rishguncha, tanbeh!